Assalomu alaykum. Bugun 17-iyun, o'tgan bir necha kun mobaynida yurtimiz va xorijda sodir bo'lgan eng dolzarb xabarlar tafsiloti bilan tanishing. Qassob Amir yoxud Samarqandga ulkan Qur'on tuhfa etgan hukmdorni bilasizmi? Samarqand o'zining nafaqat boy tarixi, qadim osor atiqalari, balki ushbu afsonaviy shaharda saqlangan noyob muqaddas manbalar bilan ham mashhur. Samarqandga tuhfa etilgan ulkan Qur'on ana shunday durdonalardan biri. Yaponiya uchirgan tijorat raketasi dengizga quladi. Yaponiyada Interstellar Technologies kompaniyasining Momo kosmik raketasini uchirishga bo'lgan navbatdagi urinish ham muvaffaqiyatsiz tugadi. Raketa Hokkaydo oroli Taiki shahridagi maydonchadan start olgandan so'ng ko'p o'tmay belgilangan balandlikka yetib bormasdan dengizga qulagan. Taniqli milliarderning quruvchilik kompaniyasi qo'zg'alonchilarni g'isht bilan ta'minlaganlikda gumon qilindi. Milliarder Warren Buffettning Berkshire Hathaway investitsiya holdingi tarkibiga kiruvchi Acme Brick qurilish kompaniyasi amerikalik namoyishchilarni g'isht yetkazib berish orqali qo'llab-quvvatlaganlikda gumon qilindi. O'zbekistonga berilayotgan tashqi qarz samarali ishlatilyaptimi? Mutasaddilar izoh berishdi. 13-iyun kuni hukumat iqtisodiy bloki tomonidan tashkil etilgan munozara klubining ilk yig'ilishi bo'lib o'tdi. Iqtisodiy soha mutasaddilari, xalqaro moliyaviy tashkilotlar va reyting agentliklarining vakillari, mahalliy va xorijiy ekspertlar qatnashgan ilk yig'ilishda ishtirokchilar O'zbekistonning tashqi qarzlarining oqibatlari, ushbu qarzni samarali sarflash mexanizmlari haqida so'z yuritishdi. Koronavirusdan ko'proq himoyalangan qon guruhi ma'lum qilindi. Amerika Qo'shma Shtatlari olimlari birinchi qon guruhi egalarini koronavirus infeksiyasidan ko'proq himoyalangan deb topdilar. Mutaxassislar o'zlarining xulosalarini 23andMe veb-saytida e'lon qilishdi. Ibn Sino asarlari koronavirusga qarshi kurashayotgan olimlar uchun qo'llanma. Turkiyaning TRT davlat teleradio kompaniyasi internet sahifasida ulug' ajdodimiz Ibn Sinoning benazir ilmiy kashfiyotlarini bugungi kundagi ahamiyati haqida maqola chop etildi. Bu haqda Dunyo axborot agentligi xabar berdi. Bularning barchasi haqida batafsil saytimizning ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifalaridan bilib olishingiz mumkin. Ufq.uz yurtimiz va xorijda sodir bo'layotgan eng dolzarb hamda so'nggi xabarlardan birinchilardan bo'lib boxabar bo'ling. Saytimizning Instagram, Telegram, Facebook hamda YouTube'dagi rasmiy sahifalariga obuna bo'lishni unutmang.